Fransiyaga qarshi ilk bor jang 32-yilda sodir bo'lgan. Mana bu 32-yildagi jang musulmonlarning g'alabasi va nimani fransuzlarni mag'lubiyati bilan tugagan. To 32-yildan 34-yilga qadar 2 yil fransuzlar bilan Abdulqodir al-Jazoiriy va unga ergashgan musulmonlarning orasida ketma-ket janglar bo'lavergan. Ya'ni Mahdiyligini inkor qilganlarni nima qilgan? Takfir qilgan. Endi bu uning o'zini bir ijtihodiy narsasi, aslida Mahdiymi, Mahdiy emasmi, o'sha vaqtdagi odamlarga nima qilingan, haqiqatan nima bo'lgan? Mujmal bo'lib qolgan. Endi biz aytamizki, biz keyingi zamonda kelib bu Mahdiy emasligi, Mahdiy yana kelishlik alomatlari bor. Endi u vaqtda, masalan, hozir bizda davrimizda ham ayni shunday bir odam chiqsa, ko'p insonlar shu Mahdiymikin ham deb qoladi. Ayni vaqtda bo'lgani kabi. 18 yildan ko'proq muddat, 19 yil boshqargandan keyin oxirgi janglardan biri ayni shu shaklda pistirma uyushtirib Italiyaga qarshi hujum qilmoqchi bo'lganda, ana shu jangda Umar Muxtorning chap qo'liga o'q tegib, otida ketayotganda yiqiladi va ana shu yerda qolib asirga tushib qoladi. Va asirlikda olib borib nimaga? Generalning yoniga olib boradi. General ko'lib, bizga 19 yil sahrolarda hujum qilgan senmisan? Men bir yosh kuchga to'lgan bolamikin deb o'yladim deb nima qiladi? Ya'ni yoshi o'tib qolgan chol bo'ladi-da, ya'ni yoshi o'tib qolgan ancha nimasi bor. Mana olib qarang, ya'ni misol uchun 70 yoshdagi taqriban nima odam hisoblanadi. Va undan keyin sen o'zingni taslim qilding. Qolganlar qachon taslim qiladi o'zini deydi. Shunda Umar Muxtor mashhur so'zlarni aytadiki, nahnu lan nastaslim, nantasir aw namut. Biz taslim bo'lmaymiz, nusratlanamiz yoki shahid bo'lamiz. Garchi o'zbekka o'xshasa ham, lekin o'zi o'zbek bo'lmagan, arab ham bo'lmagan, balkim barbar millatiga tegishli bo'lgan, nima islom rijollaridan, xuddiki Tariq ibn Ziyod barbar bo'lib Andalusni fath qilgani kabi Muhammad ibn Abdul Karim al-Xattobiy Mag'ribda turib Ispaniya qarshi nimalarni janglarni olib borib Ispaniyani mag'lub qilib qo'ygan. Izziddin Qassomning faoliyatlari asosan Falastinda Britaniya inglizlariga qarshi bo'lganligi uchun ko'proq bu kishining tobiylari hali hanuz Falastinda ashi Qassom, Katibatul Qassom degan nom bilan ish yuritishyapti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mujohidlarning fikri oziqasi deb nomlangan darsimizning navbatdagi qismini boshlaymiz. Usmoniy xilofati yiqilgandan keyin islomiy uyg'onishlikka ta'sir qilgan ba'zi oqimlar bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Musulmonlarning ichida har xil oqimlar bor. Bu oqimlar har biri o'ziga bir shiorda tutgan, lekin uslublari har xil bo'lgan. Masalan, uzlat oqimini aytgan bo'ldik. Uzlat oqimining uslubi va ta'lim tarbiya oqimining uslubi. Undan keyingisi esa nima? Siyosiy oqim ham ikkiga bo'linib hukumat bilan birga ishlaydigan va hukumatdan tashqarisida ishlaydigan oqim bor edi. Va undan so'ngra esa da'vat oqimi, da'vat uslubi bilan davlat qurishlik yoki undan keyingi 5-oqim esa bu jihodiy harakat, jihod uslubi bilan, quvvat bilangina nima qilishlik, qurishlik. Va eng nimasi hammasini jamlagan holatda, ya'ni ham uzlat, ham ta'lim tarbiya, siyosat, da'vat va askariy quvvat bilan birgalikda qurishlik eng to'g'ri uslub deb nomlagan bo'ldik. Undan keyin jihodiy fikrlarni, jihodiy harakatlarni, fikrlarini rivojlanishligida biz 1800-yildan bugungi kunimizga qadar bo'lgan jihodiy harakatlar bilan tanishib chiqamiz. Va bu harakatlar tom ikkiga bo'linib, 1950-yildan avvalgilar tartibsiz xalq qo'zg'olonlari, keyingilari esa tartiblangan xalq qo'zg'olonlari deb nomlangan. Tartibsiz xalq qo'zg'olonlaridagi 800-yildan 950-yillarda orasidagi qo'zg'olonlar, Muridinlar qo'zg'oloni Kavkazdagi bo'lib o'tgan, Turkiston qo'zg'oloni Sharqiy Turkistonda bo'lib o'tgan. Bulardan biz ilk ikkita qo'zg'olonni tanishib o'tgan bo'ldik. Sheyx Imom Shomilni, Imom Mansurni, Muhammad G'oziylarni Rusga qarshi Kavkazdagi jihodiy harakatlarini va Turkistonni, Sharqiy Turkistondagi Yaqubbekni, Alixonni, Janqohni boshchiligidagi Sharqiy Turkistondagi ozodliklar bilan nima qildik? Tanishib chiqqan bo'ldik.
Shu bilan biz tartibsiz xalq qo'zg'olonlarida ikkita nimasi bilan, bandlari bilan tanishdik. Navbatdagisi esa Imom Abdulqodir al-Jazoiriyning qo'zg'oloni. Mana bu rasmda ko'rib turgan odam ayni Imom Abdulqodir al-Jazoiriyning o'zining rasmi bo'lib, tagida esa Jazoir, ya'ni bugungi til bilan aytganda Algeriyaning nimasi geografik taqsimotiga ko'ra nima qilingan bo'lingan. Lekin aslida Jazoir bu taqsimotga ko'ra emas, balkim ba'zi yerlarda kengayishligi, ba'zi yerlarda torayishligi mumkin. Imom Abdulqodir al-Jazoiriyni tarixi, siratiga kirishlikdan oldin juda bir ajib narsaga sizlarni nazarlaringizni qarashligini iltimos qilardim. Imom Shomil, Imom Abdulqodir al-Jazoiriyni orasida Allohning qadari bilan juda ham o'xshash taraflar juda ham ko'p. Va ikkalalari bir asrda yashaganligi, Imom Shomil Abdulqodir Jazoiriydan 11 yosh katta bo'lganligi va bir vaqtning o'zida bosqinchilarga qarshi jang qilganligi va bir nechta e'tiborlardan ikkala Imom Shomil, Imom Abdulqodir al-Jazoiriyning orasida juda ham ko'p o'xshashlar bor. Bu o'xshashlarni sanab o'tamiz. Birinchisi, ikkalasi ham tariqat ahli bo'lgan. Biri Naqshbandiy, biri Qodiriy bo'lgan. Imom Abdulqodir al-Jazoiriy Qodiriy nimasidagi Naqshbandiyning Qodiriy bo'limida bo'lgan. Ya'ni ikkalasi ham Naqshbandiy tariqasiga ergashilgan. Va ikkalalarining ham jussalari katta bo'lgan, hatto ikkalasi ham 2 metrli odam bo'lgan. Baland jussaga ega bo'lgan. Va ikkalalari ham avvalo ichki birliklarda harakat qilib, keyin bosqinchilarga qarshi harakatlarda olib borgan. Va ikkalalari ham davlat qurgan. Imom Shomilniki 10 yil davom etgan, Abdulqodir al-Jazoiriyniki 15 yil davom etgan. Va ikkalalariga ham ichki xoinlar chiqqan. Ichdan xoinlar chiqib, ichdan sotishliklar bo'lgan. Va ikkalalari ham hayotini oxirlarida asir tushgan, ikkalalari ham surgun bo'lgan, ikkalalari ham hijrat qilgan, ikkalalari ham hijrat yerlarida vafot etishgan. Va shu darajada nima bir-birlariga munosib nimalari bor? Allohning qadari bilan o'xshashliklari bor. Hatto ikkovlarining orasida xat yozishlik ham amalga oshirilgan. Imom Shomil ruslarning qo'lida ana shu 10 yildan ko'p asirlikda turar ekan, u kishiga xabar keladiki, Abdulqodir al-Jazoiriy Jazoirda fransuzlarga qarshi jang qilar va katta-katta yerlarni olib davlat qurganligi xabari kelganda, nima Imom Shomil xat yozib, u kishini qilayotgan ishlaridan nima qilib, yaxshi xursand bo'lganligi va ishlarini yana ham oldiga surishligini nima qiladi? Targ'ib qilib xat yozadi. Va u xatini ham takror javobini yozadi, Imom Shomilga keladi. Ikkalalarining orasida bir marta xat yozishlik nima qilinadi? Amalga oshiriladi. Ikkalalari uchrashilganlik to'g'risida ba'zi asarlar aytilgan. Vallohu alam bu asarlarning ko'pi sahih bo'lmasa kerak. Chunki Imom Shomil Misrga kelgan, Abdulqodir Jazoiriy ham kelgan. Suvesh kanali ochilishi marosimiga kelgan degan. Suvesh kanali o'sha vaqtlarda ochilgan. O'sha vaqtlarda nimaning boshchiligida Muhammad Ali Bashoning boshchiligida Suvesh kanali nima qilingan? Ochilgan vaqtda shuni ochilishi marosimiga chaqirilgan degan nimalar rivoyatlar ham bor, lekin bu rivoyatni qay darajada sahih bilmadik. Xo'p, endigi nimamiz? Navbatdagi qo'zg'olonimiz Fransiya bosqiniga qarshi Jazoirda nima jang olib borgan va davlat qurgan Imom Abdulqodir al-Jazoiriy to'g'risida tanishib o'tamiz. Imom Abdulqodir al-Jazoiriy 1808-yili Jazoirda tug'iladi va oilasi dindor oila bo'ladi. Otasi Muhiddin Qodiriy tariqasining sheyxlaridan bo'ladi. Ya'ni ana shu Sofi toifaning ikki turidan Qodiriy toifasining sheyxlaridan bo'ladi. 1830-yillari ilk bor Fransiya Jazoirga bostirib kelganda xalqlar to'planib Muhiddin yoniga kelishadi va birorta odamni tayin qiling, biz fransuzlarga qarshi jang qilamiz, ularni yerimizdan quvib chiqaramiz deydi. Shunda Muhiddin o'zini yoshi kattayib qolganligini, bunday ishlarga bosh bo'la olmasligini, balkim agar rozi bo'lsa 22 yoshlik o'g'li bor, ham shar'iy bilimi bor, ham askariy bilimi bor va zakovati kuchli va baquvvat, jasadi ham baquvvat bo'lgan Abdulqodir ibn Muhiddin al-Jazoiriyni taklif qiladi Jazoir xalqiga. 22 yoshlik bola edi, hali yosh edi. Nima qiladi? Xalq rozi bo'ladi. İlk bor 1831-yil Abdulqodir al-Jazoiriyga Jazoir ahli bayat beradi. Shu bayatdan keyin Abdulqodir al-Jazoiriyga amir degan nomni berishadi. İlk bor Abdulqodir al-Jazoiriy va
nimaning orasidagi Fransiyaning orasidagi to'qnashuv 1832-yil. Ya'ni bu kishiga amir deb bayat berilgandan keyin bu kishi askariy tartiblarini qilib, jamoatning ichidagi nimalarni, quvvatlarni ajratib turib, Fransiyaga qarshi ilk bor jang 32-yilda sodir bo'lgan. Mana bu 32-yildagi jang musulmonlarning g'alabasi va nimani fransuzlarning mag'lubiyati bilan tugagan. To 32-yildan 34-yilga qadar 2 yil fransuzlar bilan Abdulqodir al-Jazoiriy va unga ergashgan musulmonlarning orasida ketma-ket janglar bo'lavergan. Lekin o'z mintaqasini o'zi yaxshi bilgan, o'zining ona vatanini yaxshi bilgan Abdulqodir al-Jazoiriy fransuzlarga kutilmagan yerda hujum qilar, ularni nimaga kaminga tushirib, ko'plarini portlatib, ko'plarini o'ldirib va ko'plarini asir olar edi. Mana shunday holatda 2 yil ketma-ket janglardan keyin Fransiya 1934-yil Abdulqodir al-Jazoiriy bilan birgalikda o'tirib, uning davlatini qabul qilib ittifoq tuzishadi. İlk bor 1934-yil, ya'ni 2 yillik jangdan keyin Fransiya ko'rdiki, mag'lub qilib bo'lmaydi Abdulqodir al-Jazoiriyni. Chunki xalq uni orqasida. Abdulqodir al-Jazoiriy xalqni chiroyli boshqaradi, askariy qanoti bor, idoriy qanoti bor, shar'iy qanoti bor. Quyida ba'zi narsalarni aytib o'tamiz. Shunday holatda 1834-yil o'tirib birinchi ittifoqni tuzishadi. Bu ittifoqda Abdulqodir al-Jazoiriyning davlatiga Fransiya aralashmaydi. Abdulqodir al-Jazoiriy Fransiyani boshqa yerlariga tajovuz qilmaydi. Mana shunday holatda ittifoq tuzilib, bu ittifoq bir muddat davom etadi. Mana shu ittifoq davrida ichida Abdulqodir al-Jazoiriy davlatini chiroyli tartib qiladi. Davlatda askarlarni 3 ga bo'ladi. Mushotlar, farsandlar, mitfaiyalar, ya'ni piyoda jangchilar, otliq jangchilar va uchinchisi mitfaiya, ana shunday nima portlaydigan olatlar bilan. Endi u vaqtdagi mitfaiya aytdik, biz bugungi zamonimizdagi katta nimalar bilan, aravalar bilan sudrab yuriladigan mitfaiyalar bo'lgan. Mana shunday narsalarga ajratgan. Abdulqodir al-Jazoiriy mana shu birinchi ittifoqdan keyin davlatini ichida shariatni tatbiq qilishlikni boshlagan. Shulardan ba'zilari u kishi aroqni man qilgan, aroq ichganlarga hadlar qoyim qilingan, qimorni man qilgan, hatto sigaret chekishlikni ham man qilgan. Sigaret chekkanlarga ta'zirlar qo'llangan va qaroqchilarda ushlab jazolarini bergan va Jazoirda ko'plagan qal'alarni qurgan. O'ziga yordam beradigan, ertaga fransuzlarni xiyonat qilishligi aniq edi. Chunki kofirning ahdi qachoniki uni foydasiga bo'layotgan bo'lsa, zarariga bo'ldimi, kofir doim nima qiladi? Ahdini buzib kelgan. Chunki ulardagi ahd nima emas, Alloh va Rasulining ahdi bo'lmaganligi uchun, balkim o'zlariga o'xshagan bir nima haqir bir ahdi bo'lganligi uchun doim buzadi. Buni Abdulqodir al-Jazoiriy bilar edi. O'sha ahd buzilgunga qadar ichki tartiblar bilan nima qildi? Harakat qildi. To 1 yil 3 oydan keyin 35-yil Fransiya ittifoqini buzib Abdulqodir al-Jazoiriyga hujumni boshladi. Abdulqodir al-Jazoiriy aytganimizdek zaki va askariy bilimi bo'lganligi uchun bunga tayyorgarligini ko'rib qo'ygan edi. Va bunga nisbatan Abdulqodir al-Jazoiriy takror yana Jazoir ahliga jihodga da'vat qildi. Yana xalq oyoqqa turdi. To 35-yildan 37-yilga qadar yana 1,5 yilning ichida yana jang bo'ldi. Janglarda fransuzlar yana mag'lub bo'ldi va natijada ikkinchi ittifoq 39-yil takror ikkinchi marta ittifoq o'tirildi. Abdulqodir al-Jazoiriy bilan 39-yil ikkinchi marta ittifoq. Yuqorida aytdik, qachon quvvat bo'lsa, kofir keyin nima qiladi? Siyosiy yechimga o'tadi. Agar nima bo'lmasa, quvvat bo'lmasa, siyosiy yechim bo'lmaydi. Endi qarang, hozir 2 yil ichida ancha tartiblarni qo'yib olgan-ku, agar shu vaqtda doimiy jang bo'lganda ichki tartiblarni qila olarmidi? Yo'q, ichki tartiblarni qila olmas edi. Bir muddat 2 yillik jang to'xtaganligini sababidan chiroyli foydalangan Abdulqodir al-Jazoiriy 2 yilning ichida, ya'ni 34dan 35 ning oxirlariga qadar 1,5 yilning ichida nima qiladi? Davlatini chiroyli tuzib, askariy qanotlarini hammasini chiroyli qilib tartib qo'ygan edi. Shuning uchun birinchi marta nimasi? Ittifoqini buzganligi Abdulqodir al-Jazoiriyning davlatini sindirib qo'ya olmadi. Balkim Abdulqodir al-Jazoiriy ikkinchi marta ham harakat qildi. 37-yilga kelib takror yana ittifoqga o'tirilib, yana takror ikkinchi marta ittifoq qilib, ikkala taraf bir-biriga aralashmasdan, ikkala taraf bir-birini nima qiladi? Davlatini boshqaradi. Bu degani rivojlanib kelayotgan musulmonlarning yerini taqriban 40% ni qo'lga olgan Fransiya Abdulqodir al-Jazoiriyga kuchi yetmaganligini dalolat qiladi. Yetganda ittifoq qilarmidi?
Ittifoq qilmas edi. Qachon kofir ittifoqqa o'tadi, kuchi yetmayaptimi, oxir oqibat nima qiladi? Bir muddat to'xtatib turishga harakat qiladi. Bu katta bir yutuqki musulmonlarda. O'zi aslan Jazoirning aksar yerlari sahro. Jazoirning aksar yerlari sahro. Bizga o'xshagan haligi bir suvlar, adirlar, bog'lar, unaqa narsalar kam, xususan Afrika mintaqalarida bo'lsa. Oz bo'lgandan ana shunday sahrolarning ichidagi sahroda yashab o'sadigan mana bu nima insonlar chiqib har qanday qiyin holatlarda, oson holatlarda imomi Amiri Abdulqodir al-Jazoiriy bilan birga Fransiyani nima qildi? 2 marta mag'lub qildi. Ya'ni birinchisida ittifoqga o'tirdi, ikkinchi marta nima xiyonat qilgandan keyin ham ikkinchi marta ham nima qilindi? O'tirildi ittifoqga. 37-yilni sentyabr oyida ittifoq o'tirildi va bu ham 39-yilga qadar yetib keldi. 39-yilga yetib kelgandan so'ngra bu safar Fransiya ancha Abdulqodir al-Jazoiriyga nimalarini, tartiblarini qilib olib, 39-yil takror Abdulqodir al-Jazoiriyning davlatiga hujum qildi. Va mana bu hujumlar ketma-ket bo'lib, bu hujum jang bu safar 4 yil davom etdi. 4 yil davom etdi. Abdulqodir al-Jazoiriyning davlati bu darajada katta bo'lmaganligi uchun 2 yillik jangga bardosh qila olardi. Lekin 4 yillik jangga nima qoldi? Ancha zaiflashib qoldi. Va Abdulqodir al-Jazoiriy u vaqtda hali Mag'rib nima qilinmagan edi? Fransuzlar tomonidan bosib olinmagan edi. Marokko. Mag'ribning qirolidan yordam so'raydi. Yordam ber, Fransiyaga qarshi jang qilaylik deydi. Yordam berishlikka moyil bo'lib turganda Fransiya buni bilib tahdid qiladi. Agar yordam bersang, seni yeringga ham bosib kiramiz deydi. Bu tahdidni eshitgan Mag'ribning qiroli nima qilmaydi? Abdulqodir al-Jazoiriyga yordam bermay qo'yadi. Lekin natijada olmay qo'ydimi Mag'ribni Fransiya? Bir kuni kelib, bundan bir necha yillardan keyin baribir oldi. Shuning uchun nimalarda bir qoida borki, parchalab boshqar degan. Fransiya nima qilyapti? Qo'shni yondagi Mag'ribliklar yordam berishligidan to'sib qo'ydimi? Agar yordam berganda bunday keyingi natijalarga tushmas edi. Lekin Abdulqodir al-Jazoiriy ana shu ozgina quvvati bilan 39-yildan boshlab to nimaga qadar 44-45-yillarga qadar yetib keladi. Va qaraydiki, ortiq ikkinchi marta davlatni qurishligining imkoni yo'q. Xalqlardan ko'pchilik shahid bo'lyapti. Agar Abdulqodir al-Jazoiriy o'zini taslim qilmasa, Abdulqodir al-Jazoiriyni shahid qilgunlariga qadar yoki asir olguniga qadar xalqlar qiriladi. Jazoirdagi xalqlar ko'plagan qishloqlar bombardimon ostida qoladi. Buni bilgan Abdulqodir al-Jazoiriy Jazoir xalqini qoni to'kilmasligi uchun o'zini nima qiladi? Fransiyaga 1847-yil o'zini taslim qiladi. Bu taslim bo'lishlik aqidada taslim bo'lishlik emas. Bu taslim bo'lishlik himmatni tushirib qo'yishlikda emas, balki musulmonlarning qonini himoya qilishlik e'tiboridan. Abdulqodir al-Jazoiriyni. Va Abdulqodir al-Jazoiriy 47-yildan boshlab to 55-yilga qadar Fransiyani qo'lida asir bo'lib qoladi. Va 55-yillarga kelgandan so'ngra u kishiga nima qilishlikka, boshqa davlatga ketishlikka izn beriladi va Abdulqodir al-Jazoiriy Damashqqa keladi. Damashqqa keladi, ortiq endi Jazoirdagi faoliyati tugadi. Damashqqa kelib, Damashqda kitob yozadi, ibodat qiladi, talabalarga dars beradi va hayotini mana shu bilan o'tkazib, Abdulqodir al-Jazoiriy 1883-yili 76 yoshida Damashqda vafot etadi va Damashqdagi qabristonlarga dafn qilinadi. Ya'ni yuqoridagi imom Shomilnikiga o'xshab o'zini yerlarida nima qilib jang qilib, boshqa yerga hijrat qilib borib, ana shu yerda yashab, ana shu yerda dafn qilishlik bu Abdulqodir al-Jazoiriy rahimahullohning qadarida ham bor edi. Abdulqodir al-Jazoiriy Fransiyaga qarshi janglarda olib bordi. Bu janglar 1847-yilga qadar davom etib 15 yillik davlat, ya'ni davlatini e'tirof qilishligi 34-yildan boshlangan bo'lsa, shundan boshlab to 47-yilga qadar nima qilindi? Davlat davom etib keldi. Va u amirlik vaqtida islomiy imorat tiklandi va bir necha yillar davom etdi va aytib o'tganimizdek ichki tartiblarni ham chiroyli qildi. Va natijada 1847-yil imom musulmonlarning qonini saqlab qolishlik niyatida o'zini fransuzlarga taslim qildi va imom Abdulqodir al-Jazoiriy 1883-yil 76 yoshida Damashqda vafot qiladi va Damashqdagi o'sha mashhur qabristonlarga dafn qilinadi. Shu bilan Abdulqodir al-Jazoiriyni Fransiyaga qarshi, fransuz bosqinchilariga qarshi bo'lgan faoliyatlari bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Navbatdagi islomiy
xilofatni qoyim qilishlik uchun harakatlardan biri Muhammad Ahmad al-Mahdiyning qo'zg'oloni. Muhammad Ahmad al-Mahdiy. Mana shu rasmda ko'rib turilgan chizma rasmdagi odam shu kishining rasmi deb aytishadi. Qay darajada sahih vallohu alam. Muhammad Ahmad al-Mahdiy 1844-yil Sudanda tug'iladi. Yoshlik chog'larida ilm oladi va taqvosi bilan insonlarga juda ham mashhur bo'ladi. O'zi tariqat ahlidan bo'ladi. Bu kishi ham tariqat ahlidan, ya'ni Naqshbandi tariqatiga bog'liq bo'lgan odam bo'ladi. 1881-yilga qadar oddiygina bir imomlik vazifasini, insonlarga bir shar'iy namuna, shar'iy o'rnak, shar'iy bir namoyonda bo'lib keladi. Lekin nimalar Britaniya Misrni olib bo'lib, Misrliklar bilan birlashib Sudan davlatiga hujum qilar ekan, Muhammad Ahmad al-Mahdiy bu safar Britaniyaga qarshi insonlarni uyg'otib, Britanlarga qarshi janglarni boshlaydi. Lekin bu kishining hayotida ba'zi bir ajib narsalar bor. Bu kishi bir vaqtning o'zida tariqat ahli so'fi bo'lishligi bilan birga takfiri ham bo'lgan. Ya'ni takfiri deganimiz ba'zi o'zi aytgan tushunchalarda bo'lmagan odamlarni takfir ham qilgan. Bu kishidan naql qilinadiki, tushida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rganligi va Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni musulmonlar kutayotgan Mahdiy ekanligini aytganligini insonlarga aytadi. Musulmonlar Mahdiyni kutadi. Shunda bu odam, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim, men ana shu Mahdiy ekanman, ismi ham Muhammad. Bilasizlar, Muhammaddan nima, Mahdiyning ismi ham Muhammad bo'ladi. Men ekanman deb turib insonlarga aytganda, insonlar bu kishini zohidligini, taqvodor insonligini bilib, ya'ni bilganligi uchun bu kishini bu fikriga rozi bo'ladi va Mahdiy deb nima qilishadi? E'lon qilishadi. Shuning uchun ham o'zining ismi Muhammad Ahmad bo'lsa, Al-Mahdiy deb nomlangan. Al-Mahdiy. Va kimda kim bu kishini Mahdiyligini inkor qilsa, u kishilar takfir qilgan. Ya'ni Mahdiyligini inkor qilganlarni nima qilgan? Takfir qilgan. Endi bu uning o'zini bir ijtihodiy narsasi, aslida Mahdiymi, Mahdiy emasmi, o'sha vaqtdagi odamlarga nima qilingan, haqiqatan nima bo'lgan? Mujmal bo'lib qolgan. Endi biz aytamizki, biz keyingi zamonda kelib bu Mahdiy emasligi, Mahdiy yana kelishlik alomatlari bor. Endi u vaqtda, masalan, hozir bizda davrimizda ham ayni shunday bir odam chiqsa, ko'p insonlar shu Mahdiymikin ham deb qoladi. Ayni vaqtda bo'lgani kabi. Xo'p, Mahdiy qo'zg'oloni asosan 1881-yildan 1899-yilga qadar davom etgan. 1881-yil Britanlar bostirib kelganda, Britanlarga qarshi bir nechta janglarni olib boradi va natijada qishloqlarni olib, oxiri 1884-yilga kelib Sudanning poytaxti Xortumni ham fath qilishadi. Bosib olgan Britanlar. Endi o'sha Britanlardan nima qilgan? İngilizlardan qaytarib olib, Xortumni ham takror fath qilgan. Bir necha yillik g'azotlardan keyin bu kishi o'zini imoratini quradi. Ya'ni nimada? Sudandagi islomiy imoratini barpo qiladi. Yuqorida aytganimiz kabi 1885-yil ilk bahor oylarida Xortumni fath qilib, Xortumni fath qilgandan 6 oyning ichida Xortumni davlatining nimani poytaxt qilib tayinlab, Xortumdan turib davlatini boshqaradi. Lekin Allohning qadari bilan fathdan keyin 6 oydan keyin tif kasalligiga duchor bo'lib, nimaning ayni o'sha 85-yilning oxirlari kelib olamdan o'tadi. Ya'ni kasalligini sababidan nima bo'ladi? Vafot etadi. U vaqtda 41 yoshda bo'ladi. Ya'ni bir necha yillar janglardan keyin 41 yoshida tif kasali bilan Al-Mahdiy Sudanda vafot etadi. Bu kishi vafot etgandan keyin albatta davlat qurildi va shogirdlari bor, uni boshqaruvchilari bor. U boshqaruvchilar davlatni toki 99-yilga qadar, 899-yilga qadar, bu kishi vafot etgandan to 4 yildan keyinga qadar davlatni boshqarishga harakat qilishadi. Lekin Britanlar katta quvvat olib kelib, nima qiladi? 99-yilga kelib tamomicha nimani Al-Mahdiy harakatiga yakun yaslanadi. Al-Mahdiy harakati demak 81-yildan 99-yilga qadar davom etgan va katta bir shaharni fath qilgan va davlat qurishlikka ham nima bo'lgan, muyassar bo'lgan, quvvatli bir davlat bo'lgan va boshchisi va asoschisi Muhammad Ahmad al-Mahdiyni boshchiligidagi qo'zg'olon mana shundan iborat bo'lgan.
Bu navbatdagi jihodiy harakatimiz edi. Va undan keyingi yana eng muhim harakatlardan biri Sanusi qo'zg'oloni. Mana shu rasmda ko'rib turilgan sheyx hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Sahro Arsloni degan nomni olgan Umar Muxtor. Aslida Sanusi harakatini tarixi Umar Muxtorni Liviyaga qarshi jang qilishligidan oldinroq boshlangan. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Sanusi harakati ilk bor Makkada 1837-yil va ikkinchi marta 1843-yil Liviyada asos solingan. Va buning asoschisi Shayx Muhammad Ali As-Sanusi bo'lgan. Makkada harakat boshlangan, keyinchalik faoliyatlar qilish uchun Liviyaga kelgan. Muhammad Ali yoshlari o'tib qolgandan keyin Sanusi harakatiga ikkinchi rahbar o'laroq u kishining o'g'li Mahmud Sanusi harakatni boshiga o'tadi. Bu ikkinchi harakat sohibi. Va u kishi ham bir muddat boshqargandan so'ngra eng mashhurlardan biri Muhammad Sharif As-Sanusi keyin nimaga keladi? Sanusi harakatining boshiga keladi. Va mana shu kishining boshiga kelganda nima bo'ladi? Askariy qanotlar kuchayib, Liviyada va Misrning ba'zi qismlarida askariy qilmalarni rivojlantirishadi. Va 1911-yilga kelganda Italiya Liviyaning sohillariga kelib, birinchi sohillarni qo'lga oladi. Sohildagi eng muhim shaharlarni qo'lga oladi. Buni bilgan o'sha vaqtdagi Sanusi harakatining boshchisi Muhammad Sharif As-Sanusi Italiyaga qarshi Liviyada jang qilishlik vojib ekanligi va butun islom ummatini Liviyaga qarshi Italiyada jang qilishlikka chaqiradi. Va bir muddatdan keyin mana bu harakatni boshidan Muhammad Sharif ham tushadi, o'rniga Idris As-Sanusi nimaning boshiga keladi? Harakatni boshiga keladi. Idris As-Sanusi Sanusi harakatining 4-boshchisi hisoblanadi. Muhammad Ali Sanusi, Muhammad Sanusi, Sharif Sanusi va Idris Sanusi. Sanusi bir harakatning nomi. Bizda endi har xil harakatlar bo'ladi. O'sha harakatlarga o'xshagan jihodiy va tariqat ahlidan iborat bo'lgan harakat. Va Idris As-Sanusi o'zi harakatni boshi. Va bu harakatni boshi askariy qanotga hech qanaqa bir askariy bilimi bo'lmagan, yoshligidan askariy jabhalarda o'smagan, yoshligidan Qur'on o'qitib, madrasada Qur'on ta'lim bergan Umar Muxtorni askariy qo'mondon qilib tayinlaydi. Umar Muxtor oldin jiddiy janglarda ishtirok etmagan va biror bir askariy tajribasi yoki askariy bilimi ham bo'lmagan. Tajribada 20 yil yoki 19 yil jang olib borgan bo'lsa, 19 yilning ichida tajriba qilib Italiyaga qahshatqich zarbalarni berib kelgan. Italiyaga qarshi 1911-yildan jang boshlanib, bir necha yillar jangda Italiya mag'lub bo'lgan. Va Italiya bu mag'lub bo'lishligini sabablarini ko'rib chiqqanda Misrdan Liviyaga qurol asliha, odam, moddiyat, oziq-ovqat yordamlari kelishligini bilgan. Va shuning uchun Italiya Liviya bilan Misrning orasiga ilk bor mana shu dengizdan boshlab toki Sudanga qadar bo'lgan nimaga simli chegara bilan to'sib chiqqan. U yoqdan bu yoqqa odam o'ta olmaydigan qilib to'sib chiqqandan so'ngra harakatning boshchisi Idris Sanusi Misrda qolgan, harakatning askariy qo'mondoni Umar Muxtor Liviyada qolgan. Va ortiq harakatning eng katta raisi, amiri Idris Sanusi o'ta olmaganligi uchun Umar Muxtorga Liviyadagi jihodiy harakatga o'zing boshqaraver degan. Chunki o'zi nima qila olmagan, kela olmagan. Shuning uchun Liviyadagi harakatlarga bosh bo'lib nima bo'lgan? Sanusi harakatining vakili o'laroq Umar Muxtor sheyx nima qilgan? Boshlagan janglarda. Idris Sanusining ba'zi harakatlari Misrda, Sudanda yoki Saudiyalarda ham bor edi, lekin ular bu darajada Umar Muxtorni jabhasiga o'xshagan katta quvvatga ega bo'lishmagan edi. Umar Muxtor Italiyaga qarshi 18,5 yil, 19 yil ham nima qilinadi? 19 yilning ichida 260 marta hujum qilgan. Va mana bu 260 martaning ichida kutilmagan yerlarda, sahrolarda, dengiz bo'ylarida hujum qilib, Italiyalarni pistirmaga soldirishlik juda ham o'zining asosiy uslublaridan biri bo'lgan. Italiyaning generali bir aytardiki, Umar Muxtor qachon bizni qayerda
kaminga tushirishlikni bilar edi. Shuning uchun har daqiqamizda undan qo'rqib, ehtiyotimizni olardik. Kutilmagan yerda birdaniga otliqlar paydo bo'lib, bizga hujum qilib, bizni mag'lub qilib yana qochib ketishar edi deydi. Mana shunday holatda nima? Sahrolarda otliq holatda. Bo'lmasa italiyalarda o'sha vaqtdagi nimalari bor edi. Katta-katta askariy mashinalari ham bor edi. Mana shunday holatda nima qiladi? Umar Muxtor Italiyaga qarshi 18 yildan ko'proq muddat, 19 yil boshqargandan keyin oxirgi janglardan biri ayni shu shaklda pistirma uyushtirib Italiyaga qarshi hujum qilmoqchi bo'lganda, ana shu jangda Umar Muxtorning chap qo'liga o'q tegib, otida ketayotganda yiqiladi va ana shu yerda qolib asirga tushib qoladi. Va asirlikda olib borib nimaga? Generalning yoniga olib boradi. General ko'rib, bizga 19 yil sahrolarda hujum qilgan senmisan? Men bir yosh kuchga to'lgan bolamikin deb o'yladim deb nima qiladi? Ya'ni yoshi o'tib qolgan chol bo'ladi-da, ya'ni yoshi o'tib qolgan ancha nimasi bor. Mana olib qarang, ya'ni misol uchun 70 yoshdagi taqriban nima odam hisoblanadi. Va undan keyin sen o'zingni taslim qilding. Qolganlar qachon taslim qiladi o'zini deydi. Shunda Umar Muxtor mashhur so'zlarni aytadiki, nahnu lan nastaslim, nantasir aw namut. Biz taslim bo'lmaymiz, nusratlanamiz yoki shahid bo'lamiz. Boshqa yo'li yo'q. Endi Umar Muxtor o'zini taslim qilmadi, balki nima bo'ldi? Zahmin bo'lganligi uchun asirga tushib qoldi. Biz yo g'alabaga erishamiz, yo shahid bo'lamiz deb turib nima qiladi? Ana shu Alloh taolo va'da qilgan ihdal husnayayn, nusrat va shahodatni nima ochiq oydin, hatto shijoat bilan aytgandan generalni qalbiga qo'rquv tushib qoladi. O'zi zahminlikda va o'zi asirlikda turibdi, shunga qaramasdan nima qilyapti? Ochiq oydin qattiq gapiryapti, ya'ni shijoat bilan. Hatto Umar Muxtorni to'g'risida akalar duha va tahajjud namozini hayotida tark qilmagan. Duha, ya'ni choshgoh namozi bilan tahajjud namozini hayotida tark qilmagan kishi bo'ladi. Va doim qo'lida Qur'on, doim Qur'on tilovat qilib, Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan kishi bo'ladi. Va Italiyaning o'sha sud mahkamasi bu kishi bilan gaplashib turib, oxir oqibat bu kishini i'dom, ya'ni osib shahid qilishlikka qaror qilinadi. 1931-yil Italiyadagi xalqlardan 20 ming xalq to'planib, ana shu yerda keyin nima qiladi? Umar Muxtorni osib shahid qilishadi. Umar Muxtor shahid bo'lgandan keyin Libiyada Italiyaga qarshi faoliyat olib boradigan katta jiddiy kadrlar topilmaydi. Kichkina xalqiy qo'zg'olonlar, kichkina bir nimalar, qarshiliklar bo'ladi, lekin Italiyani ular nima qila olmaydi? Katta bir zarba berib mag'lub qila olmaydi. Shuni sababidan Italiya 31-yilda tamomicha qo'lga oldimi? 46-yil Italiya Jazoirdan chiqishlikka majbur bo'ladi. Chunki ikkinchi jahon urushida mag'lub bo'lgan tarafda Italiya ham bor edi. Birinchi jahon urushi qachon bo'lgan? 14-yil bo'lgan. Germaniya, Vengriya va Usmoniylar bir taraf bo'lgan, qolgan davlatlar bir taraf bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlangan? 41-yil ruslarga qarshi boshlangan. 39-yil boshlangan. 39-yilda. U kimlar bo'lgan? U yerda esa Germaniya, Italiya yana bitta davlat qo'shilib, uchalalari bir bo'lib nima qilgan? Fransiyani tamomini qo'lga olishgan. Parijni qo'lga olishgan nimalar? Inglizlar. Va hatto Angliyaga qarshi katta hujumlar ham olib borgan. Va nimani? Yevropani mag'lub qilgandan keyin nimalar? Nemislar. Keyinchalik Sovet ittifoqiga nima qilgan? Hujum qilgan. Al-muhim, Sovet ittifoqi keyin ularga qarshi jang qilib, germanlarni mag'lub qilgandan keyin bu mag'lubiyatning ichida Italiya ham bor edi. Italiya askariy va iqtisodiy cho'kkandan keyin majbur mustamlaka yeridan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Va Italiya 1946-yil chiqib ketgandan keyin xalq nimaga? Italiyaga qarshi jang olib borgan Sanusi harakatining mavjud bo'lgan rahbari, Idris as-Sanusi Misrda edi. Shu kishi kelib Libiyani qo'lga olib, Libiyani boshqarishligini Libiya ahli iltimos qilganda, bu kishi 46-yil kelib Libiyada qirol bo'ladi. Va bu qirolligi to bir muddatga qadar, ya'ni 51-yilga qadar qisman bo'ladi. 51-yilga kelgandan keyin tamomicha to'liqligicha Libiyani qo'lga oladi. Nimaga? Chunki 51-yilga qadar Italiyaning ba'zi yerlarida ingliz askarlari bor edi. Ingliz askarlari 51-yildan chiqib ketgandan so'ngra 69-yilga qadar Idris as-Sanusi davlatni podshohlik, qirollik holatida boshqaradi. Bu nima?
demokratik davlat emas, keyin to'laligicha islomga ham amal nima qilinmaydi. Qirollik, masalan, hozir aytganimizdek Saudiyadagi davlat qirollik davlati hisoblanadi. Demokratik davlat hisoblanmaydi. 69-yil yoshi kattayib qolgan Liviya qiroli Idris as-Sanusi kasalligini shifolashlik uchun Istanbulga ketganda askarlarning ichidagi zobit Muammar Qozzafi inqilob qilib Sanusi harakatining boshchisi islomiy jamoatni va Italiyaga qarshi janglar olib borgan yoshi katta va qarib kasal bo'lib qolgan Idris as-Sanusini taxtdan og'darib, Qozzafi 69-yil Liviyani nimasiga qirolligiga kelib oladi. To 69-yildan qachongacha davom etib keladi? To 2011-yilga qadar juda ham nimani Liviyani g'arb xohlagan holatga olib boradi. Hatto boshqa arab davlatlarida bo'lmagan ayollardan tashkil topgan quvvatlarni tashkil qiladi. Qozzafini himoya qiladigan atrofda doim ahranlari ayollar bo'ladi. Agar bir videolarda ko'rgan bo'lsalaringiz, yonlarida doim ayollar, ya'ni askar ayollarni nima qiladi? Tashkil qiladi. Va Arab bahori boshlanganda 2011-yil Liviya ahli uni hukumatini ham yiqitadi va u qochib bir sahroga borib kanalizatsiyaga kirib olganda kanalizatsiyadan chiqarib urib o'ldirishadi. Va undan keyin uyg'onishlik partiyasi bo'ladi. Bir muddat hukumatga keladi, u yiqilgandan keyin undan keyin yana demokratik asos bilan navbatdagi davlat qurilib, bugungi kunga qadar Liviyadagi holat mana shunday davom etib kelyapti. Yuqorida aytganimiz kabi nima? 1969-yilda Muammar Qozzafi nima bo'ladi? Boshqaruvga kelib, to 2011-yilga qadar hukumatni qo'lga oladi. Al-muhim, Sanusi harakati kim, qanday faoliyatlar olib borgan, bular bilan nima qildik? Tanishgan bo'ldik. Va oxirgi harakatlarimizdan yana birlaridan, yana bitta bor bundan keyin Muhammad ibn Abdul Karim al-Xattobiyning harakati. Mana shu rasmda ko'rib turilgan odam Muhammad ibn Abdul Karim al-Xattobiy. Garchi o'zbekka o'xshasa ham, lekin o'zi o'zbek bo'lmagan, arab ham bo'lmagan, balkim barbar millatiga tegishli bo'lgan, nima, islom rijollaridan. Xuddiki Tariq ibn Ziyod barbar bo'lib Andalusni fath qilgani kabi Muhammad ibn Abdul Karim al-Xattobiy Mag'ribda turib Ispaniya qarshi nimalarni, janglarni olib borib Ispaniyani mag'lub qilib qo'ygan. Ispaniya mag'lub bo'lgan, Ispaniya kuchi yetmagandan Fransiyaga iltimos qilgan, Fransiya bilan Ispaniya birlashib, keyin bu kishiga hujum qilgan. Ekranda ko'rib turgan xarita bu Abdulkarim Xattobiyning davlati, Jumhuriyatur Rif, qishloq xo'jaligi davlati deb nomlagan. Bu davlati garchi yer mintaqasida juda katta bo'lmasa ham, lekin ichida askari, ichki tartiblar davlat shakliga kelgan. Muhammad ibn Abdul Karim al-Xattobiy 1880-yili Mag'ribning Ajdir degan shahrida ilmiy oilada dunyoga keladi. Yoshlik chog'larida Qur'oni Karimni yodlaydi va biroz yoshi kattaygandan keyin Fars shahriga borib, universitet o'qib, u yerda jurnalistlik va tarjimonlikka o'qiydi. Va ispan tilini yaxshi o'rgangan va jurnalistlikni o'rgangan, o'zini ham shar'iy bilimlari yetarli darajada yoshlikdan shar'iy bilimlarni olgandan keyin ispanlarni buyrug'i bilan Malila shahrisini qozi qilib tayin qilib qo'yadi. Ya'ni ispanlarni buyrug'i bilan Malila shahrini shar'iy qozisi bo'ladi. Mana shunday holatda Abdulkarim al-Xattobiy ispanlar bilan kelishib ishlardi. Ham tarjimonlik qilardi, ham jurnalistlik qilardi, ham shar'iy bir qozi bo'lib ishlardi. Abdulkarim al-Xattobiy Ispaniyani zulmlarini ko'rgandan keyin ortiq ular bilan ishlashlikni tark qiladi va 1920-yilga kelib insonlarni ispanlarga qarshi bosh ko'tarib, ispanlarga qarshi jang qilishga chorlaydi. Va qisqa muddatda, ya'ni 1 yilning ichida o'ziga 5000 ta askar to'playdi. Va mana shu 5000 ta askari bilan 24000 ta askari bo'lgan va katta mashhur bir generali Salfetrga qarshi jangini boshlaydi. 5000 ta askari bilan partizan uslubida. Ya'ni yuzma-yuz jang qilinmaydi, balkim partizan jangi bilasizlar, kechasi jang qiladi, ertalab xalqning ichiga yashirinadi, boshqa kuni jang qilinadi, yana yashiriladi, o'rmonga yashiriladi, tog'ga yashiriladi. Mana shunday holatda partizan jangini olib boradi va natijada 5000 ta askari bilan 24000 ta adadi bo'lgan ispan askarlaridan 15000 tasini o'ldiradi. 600 tasini asir oladi. 200 ta to'p g'anima qoladi. 20000 ta kichkina qurollarni g'anima qiladi.
Mana shunday qilib, ya'ni ispanlar ortiq nima bo'lib qoladi? Qarshisiga tura olmay qoladi. Chunki 24 mingta qo'shinidan yarimi o'lib ketdi. Va bu kishini askarlarini 5 mingtaning ichida shahidlarning adadi 100 tadan oshmagan. 100 tadan oshmagan. Ya'ni bu degani shu darajada bir chiroyli tartib qilgan. Shuning uchun ham bu kishi partizan jangining asoschilaridan deb hisoblanadi. 1921-yildan 26-yilga qadar davlatini qurib, 5 yilning ichida davlati ispanlar tomonidan va fransuzlar tomonidan e'tirof qilingan. Abdulkarim al-Xattobiyning davlati bu davlat, biz u bilan muomala qilishimiz mumkin deydi. Nima uchun men bu narsalarga urg'u berib o'tyapman? Davlat deb e'tirof qilgan, davlat deb e'tirof qilgan deb. Chunki biz shunday asrda yashayapmizki, sizning bir kuch-quvvat bilan mintaqa olganingizda katta quvvatlar sizni davlat deb e'tirof qilmasa, sizga keladigan yordamlar doim to'siladi. Doim to'siladi. Qachonki sizni davlat deb e'tirof qilishsa, sizga keladigan yordam, siz bilan iqtisodiy, askariy, boshqa yo'llarda hamkorlik qilganlar ham nima bo'ladi? Jinoyatchi deb ko'rilmaydi. Agar davlat deb e'tirof qilinsa, agar davlat deb e'tirof qilinmasa-chi, kim bularga terroristlarga yordam bersa, ular ham terrorist va u keyin katta davlatlarning bosimini ostida qolib ketadi. Shuning uchun davlatni e'tirof bo'lishligi bizning quyida qanday davlat barpo qilinadi degan omillardan biri, uni quyida tanishib o'tamiz. Xattobiy rahimahulloh partizan jangini asoschisi bo'lgan. Hatto bu kishi keyin Misrga kelganda, Misrda Che Guevara bilan ko'rishgan. Che Guevara bilasizlar, Kubada partizan jangini olib borgan. Kuba bu Amerika, Shimoliy Amerikadagi nimalardan biri. Kubada partizan jangini olib borgan, kofirlarda mashhur partizan jangini olib boruvchi Che Guevara o'zi e'tirof qilganki, partizan jangini men Abdulkarim Xattobiydan o'rganganman deydi. Abdulkarim al-Xattobiy bu nafaqat bir shar'iy bir ustoz, balkim ham nima dunyoviy ilmlarda ham oldin bo'lmagan partizancha uslub bilan nima qilishlik, jang qilishlikni asos solgan kishilardan biri bo'ladi. Va Fransiya bilan Ispaniya birlashib 1926-yilda bahor oylarida janglar boshlanadi. Bir necha shiddatli janglardan keyin Abdulkarim al-Xattobiyning yerlari sekin-sekinlik bilan nima qiladi? Qo'ldan boy beriladi. Va natijada 1926-yilning kuz oylariga kelib, Muhammad ibn Abdulkarim al-Xattobiy o'zidan oldingi Abdulqodir al-Jazoiriy va Imom Shomillar qilgani kabi xalqlarni qonuni himoya qilib qolish, bolalar, yosh bolalar, ayollar, oddiy xalqlar qirilmasligi uchun o'zini Fransiyaga taslim qiladi. Abdulqodir al-Jazoiriy 26-yil fransuzlarning qo'lida asirda qoladi va fransuzlar u kishini bir orolga surgun qilib yuboradi. 26-yildan to 47-yilga qadar orolda asir bo'lib qoladi. 20 yillik bir asirlikdan keyin Mag'rib ahli takror uyg'onishlik bo'ladi. Va Mag'rib ahlini yana takror uni nima qilishlik uchun siyosiy bosim bilan yoki siyosiy yechim bilan ularni nimasini tushirishlik uchun bu safar Abdulkarim al-Xattobiydan siyosiy uslub bilan foydalanishlik uchun Fransiya nimasini jo'natadi. Katta kemasini Abdulkarim al-Xattobiyni nimasini oroldan olib kelishlikka buyuradi. Bu orolga kelishlik uchun kema qayerdan o'tadi? Suez kanalidan o'tadi. Suez kanali, chunki bilasizlar, nimaga Suez kanali bu nimani birlashtiradi. Suez kanali o'zi asosan shu narsaga ochilgan, Yevropaga nima qilishlik uchun. Bo'lmasa, agar Suez kanali bo'lmasa, bu tarafda okean bilan Afrikani aylanib o'tish kerak. Suez kanali bilan kelib nimani olib qaytib ketayotganda musulmonlar bilib qoladiki, kemada ketayotgan odam musulmonlarning katta rahbarlari, partizan jangining asoschisi Abdulkarim Xattobiy ekanligini biladi va Misrning qiroli Malik Faruqga xat yozishadi. O'sha Suez kanalidan o'tib ketayotgan falon kemada musulmonlarning shunday bir asiri bor, ana shu asirni olib qolishingizni iltimos qilamiz dedi. Nima? Malik Faruq o'sha vaqtda Britaniya Misrdan chiqib ketgan, Misr o'zi mustaqil bo'lgan edi. Nima qiladi? Suez kanalidagi kemalarni to'xtatib, uning ichidagi Abdulkarim al-Xattobiyni topib, uni asirlikdan qutqarib Misrga olib keladi. Va Misrda 47-yildan boshlab to 63-yilga qadar Misrda yashaydi. U yerda ibodat bilan mashg'ul bo'ladi va partizancha jang uslubini insonlarga o'rgatadi. Natijada 1963-yil 81 yoshida Misrda vafot etadi. Shu bilan Abdulkarim al-Xattobiyni nimasi
qo'zg'oloni janglari bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Tartibsiz xalq qo'zg'oloni degan mavzuyimizdagi oxirgi bo'lim Izziddin Qassomning harakatlari. Mana shu rasmda ko'rib turilgan chizma rasm bu Izziddin Qassomning rasmi hisoblanadi. Izziddin Qassomning faoliyatlari asosan Falastinda Britaniya inglizlariga qarshi bo'lganligi uchun ko'proq bu kishining tobiylari hali hanuz Falastinda ashi Qassom, Katibatul Qassom degan nom bilan ish yuritishyapti. Izziddin Qassom 1882-yil Suriya davlatini Laziqiya shahrida dunyoga keladi. Laziqiyadan. U vaqtlarda bu yerlar kimga qaragan bo'ladi? Usmoniylarning qo'lida bo'ladi. Ya'ni 82-yil, 882-yil Usmoniylarning qo'lida. Shuning uchun diniy imkoniyatlar bo'lar edi. Va yoshlik chog'larida Laziqiyadagi ulamolardan ilm oladi. Qur'on yotlab, hadislar yotlagandan keyin 14 yoshiga kelib Misrga ilmiy rihlat bilan boradi va Misrdagi Al-Azhar universitetida ta'lim oladi. Va bir necha yillar ta'lim olib va Misrdagi katta shayxlardan biri Sheyx Muhammad Abdudan muhim mavzularda darslar oladi. Va oxir-oqibat 1903-yil Laziqiyaga qaytib keladi va Laziqiyaning Mansuriya degan bir masjidining imomi bo'ladi. Va boshida masjidda imomlik qilar edi. Keyinchalik Britaniyaga qarshi Fransiyada janglar olib borishlik uchun insonlarni Britaniyaga qarshi jang qilishga da'vatlarini olib boradi. 1919 va 20-yillarga kelganda Jolan tepaligida Britaniyaga, ya'ni sionistlarga qarshi jang qilayotgan Umar Bitorga yordam berishlik uchun keladi. Bilasizlar, bu vaqtlarda sionistlar kuchga to'lgan va hatto nimani qo'lga olgan edi? Jolan tepaligini sionistlar. Adashmasam hozir ham qo'lga olishgan. To'g'rimi? Dimashq yonidagi Jolan tepaligi. 47-yildagi jangda ham olgan, hozir ham yaqinda Jolan tepaligini, ya'ni bir tog'li hududni ham yana takror nimaga olgan. Ana shu vaqtda Jolan tepaligidan Britanlarga qarshi jang qilayotgan Umar Bitorning yoniga kelib, uni yonida 2 yil nimaga Britanlarga qarshi hali Falastinga kirmasdan o'sha yerda janglarni olib boradi. Va oxir-oqibat 21-yilga kelganda Falastinga kirib, Falastinning yerlarida muaskarlar uyushtiradi. To 5 yilning davomida har xil muaskarlar olib borib nima qiladi? Insonlarni tarbiyalab, kadrlarni tayyorlaydi. Va natijada 1935-yilning noyabr oyiga kelib, inglizlar bu kishini qayerda, qanday faoliyatlar olib borayotganligini biladi. Unga qadar bilishgan nimani? Izziddin Qassomning faoliyatlarini, lekin ushay olishmagan. U yoqqa hujum qilinsa, bu yoqqa yashiradi, bu yoqqa hujum qilsa, bu yoqlarga, tog'larga, adirlarga, g'orlarda mana shunday holatda nima qilgan? Kadrlarni yetishtirgan. Va natijada 35-yilning noyabr oyida inglizlar yerini bilib qolib, muaskariga inglizlar hujum qilib keladi. Va buni bilgan Izziddin Qassomning shogirdlari Izziddin Qassom chekinishligini va jang qilib turishlik, shogirdlari jang qilishligini aytganda Izziddin Qassom bunga rozi bo'lmaydi. Sizlar nima bo'lsalaringiz, men ham sizlar bilan birga bo'laman deb turib, shu 35-yil jangda nima qilinadi? Izziddin Qassom inglizlar tomonidan shahid qilinadi. Shu bilan Izziddin Qassomning faoliyatlari davom etadi, lekin Izziddin Qassom o'zi shahid qilinadi. Va keyinchalik Izziddin Qassomning shogirdlari undan keyin 40-yillarga kelib ham bir necha marta nimalarga qarshi janglarda olib boradi. Eng katta jang, sionistlarga qarshi jang qachon bo'lgan? 1947 va 48-yillarda bo'lgan. Sionistlar 47-yil davlatlari qurilib, Isroil davlati ilk bor 47-yil qurilgan. Qurilganda nima qilinadi? Isroilga qarshi 4 ta katta arab davlat, Misr, Urdun, Libiya va Suriya. Mana shu to'rala davlatdagi musulmonlar bostirib borib ularga jang qiladi, lekin sionistlarni G'arb va Amerika qo'llab-quvvatlaganligi sababidan balkim yer bermasdan yana musulmonlarning yerini, xosatan Javlon tepaligi va Sino cho'lini ham qo'lga oladi. Sino cho'li bu Misrga tegishli bo'lgan yerlarni ham oladi. Keyinchalik ittifoq bilan yana sionistlar chekinishlikka majbur bo'ladi. Mana shunday qilib nima Izziddin Qassom to'g'risidagi mavzuni ham bitirgan bo'ldik. Inshaalloh kelgusi darsimizda tartiblangan, o'rganib chiqilgan nima qo'zg'olonlar, jihodiy harakatlari bilan tanishib chiqamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni eshitgan, o'rgangan ilmlarini dunyo va oxiratga foydali ilmlardan qilgan bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk.